George Bernard Shaw aytadi: agarda Muhammad sallallohu alayhi va sallam kabi biror inson bugungi zamonaviy dunyo boshqaruvini qo'liga olsa edi, aniq ishonamanki, insoniyatning barcha muammolarini yechgan va xalqlarni hozirgi kunda naqadar muhim bo'lgan tinchlik va saodatga eltgan bo'lardi. Michael Hart shunday deydi: dunyoga o'z ta'sirini o'tkazgan insonlar ro'yxatini yetakchisi etib Muhammad alayhissalomni tanlaganimdan ba'zilar hayratlanishi va savol berishi mumkin. Lekin u insoniyat tarixida ham diniy, ham dunyoviy tomonlama nihoyatda ulkan muvaffaqiyatga erishgan insondir. Castles Weekly asarida aytiladi: Muhammad alayhissalom butun dunyoni larzaga keltirgan qudrati, shavkati bilan juda qisqa muddat ichida Madina shahrida musulmonlar yetakchisiga aylana oldi. So'nggi 1400 yil ichida butun dunyo bo'ylab milliardlagan musulmonlar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlarini qabul qilib kelishmoqda. Arab sahrosida ulg'aygan bir ummiy va yetim inson butunlay orqada qolgan jamiyatni buyuk sivilizatsiyaga aylantira oldi. U zot hayotdagi asl maqsadini anglagan yagona yetakchi bo'lganlar. U zot Makkada yetim bo'lib dunyoga keldilar. U yerda ulg'aydilar va o'zlari tug'ilgan joy Makkadan chiqarildilar. Ularga ozor berishdi. Ketishga majbur bo'ldilar. Ularni tahqirlashdi. Sahobalar qatl qilindi. Ammo Alloh 23 yildan so'ng yana u zotni g'olib sifatida, fotih sifatida qaytib kelishga muyassar qildi. Kelgan vaqtlarda esa barchani kechirib yubordilar. Chunki u zot hayotning asl ma'nosini bilardilar. Va mana shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam risolatni keng yoydilar. Islomiy jamiyatni, musulmonlar mamlakatini qurish uchun butun Arab yarimoroliga islomni yetkazdilar. U zot mu'minlarga yo'lboshchi edilar, lekin shunga qaramay, yoshlik chog'idan to ulg'aygunicha qadar qanday bo'lgan bo'lsalar, shunday yerdilar, ichardilar va kiyinardilar.